bozorga bordi, u yerdagi odamlarga ko'rinchi debdi. U kishi bozorga borib, ne ko'z bilan ko'rsinki, kimdir dumli, kimdir shohli, yana kimdir qorni bilan yerda sudralib yuribdi. İlanlar, chayonlar, sirtlonlar, cho'chqalar, sichqonlar, kalamushlar, qurtlar, o'rgimchaklar, arslonlar, maymunlar o'rtadan g'ayb pardasi ko'tarilishi bilan hammaning siyratini, ma'nosini, ichki olamini ko'radi. Zolimlar sirtlon shaklida, firibgar va ikki yuzlamachilar maymun shaklida, birovlarni tishlab diliga ozor berganlarni esa it shaklida. Bu dunyoda suratimiz nima bo'lsa bo'lsin, siyratimiz bilan hashr qilinamiz. Ya marhaba.